Faqat ekran yonimi. Endi boshlaysiz Abdulla aka. Endi boshlaysiz. Kim tartib boshlaydi. Ha, Kun tartibidagi ikkinchi masalani ko'rib chiqishga o'tamiz. Rasulov Maratbek Faydullayevichning soyaning Jahongir fondi asosida erta pishar va hosildor yangi navni yaratish mavzusidagi 060105 seleksiya va urug'chilik ixtisosligida qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya himoyasi seleksiya yutug'i ixtiro patenti asosidagi taqdimoti himoyasi ilmiy rahbar qishloq xo'jaligi fanlari doktori professor Amir Amonov endi so'z navbatini talabgor tomonidan taqdim etilgan hujjatlar bilan tanishtirish uchun so'z ilmiy kotib Qurbonov Ahmad Alaxonovga beriladi. Kun tartibidagi ikkinchi masalabdan mustaqil tadqiqot Rasulov Maratbek Baydullayevichning aktariyat ma'lumotlarni kengash topshirgan hujjatlari to'g'risida tanishtirib o'tdim. Rasulov Maratbek Baydullayevich 1987 yil 24-iyun kuni Toshkent viloyati Yuqori-Chirchiq tumanida ishchilar oilasida tug'ilgan. Millati o'zbek, ma'lumoti oliy, oilali 5 nafar farzandi bor. Umumiy ish faoliyati 10 yil, jumladan universitet faoliyati 10 yil. Rasulov Marat Baydullayevich 2012-16 yillarda Toshkent davlat agrar universiteti bakalavriat talabasi. 2017-19 yillarda Toshkent davlat agrar universiteti magistratura talabasi. 2020-22 yillarda o'simliklar genetik viruslar tadqiqot instituti seleksiya va urug'chilik ixtisosligi bo'yicha tayanch doktoranti. 2022-26 yillarda moliya va tog'li ekinlar seleksiyasi va urug'chilik asoslangan bo'limi mudiri. Mustaqil tadqiqotchi Rasulov Maratbek Baydullayevichning demak falsafa doktorlik tadqiqot ishi birinchi marta himoyaga taqdim etilmoqda. Talabgor Marat Rasulovning ilmiy kengash topshirgan hujjatlar yig'ma majlisida quyidagilar mavjud. Ilmiy kengash nomiga ariza, o'zi to'g'risidagi ma'lumotlar bilan birga oliy o'quv yurtini tamomlagan vaqtdagi diplom nusxalari, ilmiy natijalarni amaliyotga joriy etish to'g'risidagi ma'lumotnomalar, atrofli dalolatnomalari mavjud. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi Qishloq xo'jaligi bilim va innovatsiya milliy markazining 2025 yil 15 oktyabrdagi 05.04.04.645 sonli ma'lumotnomasi taqdim etilgan. Shuningdek, mutaxassislik, chet tili va qo'shimcha fanlar malaka imtihonlariga haqidagi guvohnomalar. Keyingisi Bundan ayrı fanlarni quyidagi baholarga yetkazilgan ekan. Seleksiya o'tkazilgan 2025 yil yaxshi, chet tili fanidan 2025-12 fevralda 59 ball aniqlandi. Qo'shimcha fanlar boshaqudon, hodisani eshitish, texnologiyalar fanidan 2025 fevralda 28 ball yaxshi. Demak, donli ekinlar namshunosini yangilash qo'shimcha fanlar 2025 yil 19 fevralda 72 ball yaxshi. Va qishloq xo'jaligi seleksiyasi, urug'shunoslik va yetishtirish texnologiyalarining universitet fanidan 2025 yil 10 fevralda 8 ball baho topshirilgan. Rasul Maratbek Baydullayevichning shaxsiy hujjatlar yig'ma majlisida orqa bilan barcha talab qilingan hujjatlar keltirilgan. Demak, tadqiqot mavzusi bo'yicha 11 ta ilmiy ishlar o'tilgan, jumladan bitta o'smirlarga patent. O'zbekiston Davlat komissiyasi tomonidan doktorlikning asosiy ilmiy nashrilar chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 4 ta maqola, bundan bittasi xorijiy, 3 ta jurnallarda, shuningdek 3 ta xalqaro va 3 ta respublika miqyosli konferensiya turnirlarda maqolalar nashr etilgan. Bular olingan, yaratilgan o'smir naviga demak, soyaning zarbuloq naviga olingan. Demak, ushbu naviga patent 2023 yil shaharda olingan. Mualliflar demak Amanov Amir Amanovich, Musulmon Beshakovich va Rasulov Maratbek Baydullayevich. Patentning amal qilish muddatlari aytilgan.
nimalarda hop shuningdek hujjatlar jamlantirishlar o'simliklar genetik resurslari ilmiy tadqiqot institutining demak 2025-20 oktyabrdagi ilmiy kengash bayonotida mavjud bo'lib, ilmiy kengash tafsil ma'lumot belgilashni demak 16.05 seleksiya tavsiya bo'yicha soha fanlari sifatida olish uchun soyaning jahon genofondi asosida erta pishar vaqtida yangi namunadagi dissertatsiya seleksiya to'g'ri ixtiro patenti asosida qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha mutaxassisliklarga olish yuzasidan demak Toshkent davlat agronomiya huzuridagi darajalar beruvchi DSK 08-2025-22 raqamli ilmiy kengashga asosiy tavsiya etgan. Shunday hujjatlar jamlantirishlar tadbirkorning ilmiy rahbari qishloq xo'jaligi fanlari doktori professor Amanovishning ijobiy taqdiri hamda ishni ko'p chiqishda yondalgan ekspertlar sifatida qishloq xo'jaligi fanlari doktori professor Emin Abduvali Abdumanovich, qishloq xo'jaligi fanlari doktori professor Jalol Qo'shiqovani bo'lib va qishloq xo'jaligi fanlari doktori Fatimxon xonim Mirzayeva Rizoxon Turdialilarning yozma ijobiy xulosalari taqdim etilgan. Taqdimotning elektron varianti ilmiy kengash faol ko'rsatgan universitetga joylashtirilganligi, taqdimot matni demak O'zbekiston oliy ta'lim inoyatlari vazirligi qoshidagi Diyonat axborot ta'lim tarmog'i portaliga kiritilayotganligi, himoya haqidagi e'lon matni demak Respublika Milliy axborot agentligi veb-saytida hamda Ma'rifat gazetasi haqidagi ma'lumotlar mavjud. Yuqorida qayd etilgan barcha hududlarda mazkur taqdimot ishi himoyachi tavsiya etilgan. Ushbu hududda bildirilgan fikr va xulosalar taqdimotini Oliy komissiyasining ilmiy darajalar berish tarifi to'g'risidagi nizom talablari uchun moslashuvchi bayon etilgan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat. Talabgorning hujjatlari yuzasidan ilmiy katibga savollar bormi? Rahmat, bittasini aytmayapsiz-da. Aslida urushi qancha? Ha, 30 foiz. 30 foiz. Yana savollar bormi? Unda ma'lumot uchun qabul qilsak bo'ladi. Endi so'z navbatini taqdimotning asosiy mazmunini bayon etish uchun talabgor Rasulov Maratbek Baydullayevichga beriladi. Reglamentni falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun bo'lgancha 20 minutgacha bersak bo'ladi. Marhamat, sizga 20 minut. Assalomu alaykum, hurmatli rais, a'zolari. Ruxsatingiz bilan soyaning jahon genofondi asosida erta pishar hosillar yangi navini yaratish mavzusida ilmiy ishimiz taqdimotini tanishtirib ilmiy rahbarim Amir Amanov. Mavzuning davlatligi soya jahonda keng tarqalgan qishloq xo'jaligi ekinlaridan biri hisoblanadi. Dunyoda bugungi kunda ishlab chiqarilayotgan jami o'simlik moyining 40% soya hujjatiga to'g'ri keladi. Yukakli donli ekinlar orasida ekin maydoni bo'yicha 135 million gektardan ortiq bu jahonda birinchi o'rinni egallaydi. Soya dunyoning 60 dan ortiq mamlakatlarida ekilib, yarmi ekin maydonining yarmi va yalpi hosilning 60% dan ortig'i AQShga to'g'ri keladi. Jumladan Xitoy, Braziliya, Janubiy Amerika, Kanada, Avstraliya va G'arbiy Yevropada ham katta maydonlarda yetishtiriladi. Respublikamizda soya ekinini rivojlantirish maqsadida muhtaram Prezidentimiz tomonidan bir qator farmon va qarorlar chiqarildi. 2012 yil 14-martdagi 2017-2021 yillarda respublikada soya ekinini ekishini va soya donini yetishtirish, ko'paytirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ 2832 sonli qarori, 2017 yilning 24-iyuldagi PQ 3144 sonli ushbu qarorga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida qarorda respublikada soya yetishtirishni ko'paytirish, yog' moy korxonalarini noan'anaviy mahalliy yog' moy mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini oshirish hisobiga ichki iste'mol bozorini to'ldirish, mahalliy soya navlarini seleksiyasi, urug'chiligini yo'lga qo'yish vazifalari qat'iylab belgilab berildi. Tadqiqotning maqsadi soyaning jahon genofondi namunalari asosida tanlab olingan boshlang'ich manbalarni seleksiya jarayoniga tatbiq etish orqali sug'oriladigan
yerlarga mos erta pishar, yuqori hosildorlik hamda mahsuldorlik ko'rsatkichlariga ega yangi navni yaratish. Tadqiqotning vazifalari jahon kolleksiyasiga mansub soya navlarini o'rganish hamda seleksiya uchun erta pishar va yuqori hosildor boshlang'ich manbalarni ajratish. Vegetatsiya davrida fenolog kuzatuvlar orqali tipik o'simliklarda biometrik ko'rsatkichlarni aniqlash. Navlarni qimmatli xo'jalik belgilari bo'yicha baholash, istiqbolli, erta pishar va yuqori hosildor namunalarni tanlash. Laboratoriya sharoitida soya donaning sifat ko'rsatkichlarini, oqsil, moy miqdori va 1000 dona don vaznini aniqlash. Yuqori navdorlikka ega ashyolarni, sara urug'liklarni ko'paytirish va respublika qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishga joriy etish. Tadqiqotning obyekti sifatida xalqaro ilmiy markazlarda va o'simliklar genetik resurslari ilmiy tadqiqot instituti o'simliklar jahon kolleksiyasida saqlanayotgan dunyoning turli mamlakatlaridan keltirilgan soyaning 110 ta namunalaridan foydalanilgan. Tadqiqotning uslublari fenolog kuzatuvlar, dala va laboratoriya tahlillari butun Rossiya o'simshunoslik ilmiy tadqiqot instituti metodikasi. Biometrik tahlillar esa moliya hukmlarining agrotexnik davlat tajribalarini o'rganish uslubi hamda qishloq xo'jaligi ekinlar navlarini sinash davlat komissiyasi metodikasi olib borildi. Tadqiqot natijalari variatsion statistiklar va dasvet uslublari asosida amalga oshirildi. Donning tarkibida oqsil miqdori, don va uning qayta ishlash mahsulotlarida oqsilni aniqlash usuli, GOST 1891 urug' namligini, yog'li urug'larni namligini aniqlash usuli 1856 asosida aniqlandi. Tadqiqotning ilmiy yangiligi soya jahon genofondi namunalarini tanlab olingan oilalarda ko'p marta saralash o'tkazib bir necha foydali belgilarga ega bo'lgan barqaror va istiqbolli tizmalari yaratish mumkinligi ilmiy jihatdan isbotlandi. Tanlangan namunalar don sifat ko'rsatkichlari yillar davomida deyarli o'zgarmagan, ayniqsa oqsil miqdori barqaror bo'lib, bu belgi asosida genetik omillarga bog'liq ekanligi aniqlandi. 125 tizimida bir nechta avlodlar davomida saralash ishlari olib borilib, 88-90 kunda pishadigan, hosildorligi 37 sentr, oqsil miqdori 41 sentr va moy miqdori 25% bo'lgan zarbuloq navli yaratildi. Ushbu nav uchun Intellektual mulk agentligi tomonidan nav 434 raqam patent berildi. Zarbuloq navini urug'larni ko'paytirish jarayonida uning asosiy morfologik va xo'jalik belgilari, muhim belgilarni saqlab qolish hamda keyingi avlodga o'tishni tasdiqladi. Ilmiy zarbuloq navining kelib chiqishi seleksiya maydonlarida yakka tanlash 2014-yil, nazorat ko'chatzori 2015-2017-yil, raqobat ko'chatzorida 2018-2019-yil, zarbuloq navi davlat nav sinoviga topshirilgan 2020-yil, zarbuloq navini qishloq xo'jaligi navlarini sinash markazida sinovdan o'tkazish 2021-2020-yil va zarbuloq navini istiqbolli nav ro'yxatiga 2023-yil kiritildi. Seleksiya yutug'ini patentning ilmiy yangiligi. Soyaning yangi zarbuloq navini patent olish to'g'risida talabnoma rasmiylashtirilgan sanadan e'tiboran mazkur navning sara urug'lari, urug'lik ashyolari O'zbekiston Respublikasi kamida 1 yil oldin va boshqa xorijiy davlatlardagi shaxslarga kamida 4 yil oldin ma'lumlik hamda ularning merosxo'rlar tomonidan sotilmagan va foydalanish uchun berilmaganligi sababli yangi hisoblanadi. Ixtiro patentining farqliligi. Soyaning yangi zarbuloq navi andoza naviga nisbatan hosildorligi 37-38 sentr, oqsil miqdori 40-42%, moydorligi 25-26%, 1000 dona vazni 165-175 gramm bilan ajralib turadi.
ixtiro patentining turdoshligi. Soyaning zarbuloq navini urug'lik don, urug'chilik ishlarida natijasida ko'paytiriladigan populyatsiyaga xos bo'lgan o'simliklarga morfologik belgilari, hosildorlik, erta pishar ko'rsatkichlari bo'yicha o'zaro hosligi saqlab qoladi. Ixtiro patentining barqarorligi. Soyaning yangi zarbuloq navini xos bo'lgan urug'larni urug'chilik sohasida umum qabul qilingan uslublar asosida tezkor o'stirilganida ham xo'jalik uchun muhim ahamiyatli hisoblangan asosiy belgilar bo'yicha ko'rsatkichlar keyingi avlod populyatsiyalarida o'zgarmasdan barqaror saqlab qoladi. Amalga oshirilgan tadqiqot natijalari soyaning Elbrus tizmasi zarbuloq navi yaratilib, unda 434 raqamli patent olingan. Zarbuloq navi 2000-yil Namangan viloyat davlat reyestriga kiritildi va 2025-yil 550 kilogramm original urug'lik don hosili yig'ishtirib olindi. Jumlada 6 ta mintaqaga mos bo'lgan 111 ta kolleksiya namunalari tanlab olingan. Jami o'rganilgan 111 ta namunalarni, ularni morfologik belgilari, guli, dukkakka, bir dona dukkakdagi donning soni bo'yicha o'rganilganda, son donasi 3 donadan bo'lganlari 80 ta namunalarda kuzatildi va bir dukkakda soni 4 tadan bo'lgani 31 ta namunalarda kuzatildi. Kolleksiya ko'chatlari soya namunalarining rivojlanishi va o'suv davri bo'yicha andoza navimiz orzu navida 105 kun tashkil qildi. Yangi yil 125 namunamizda 88 kun. Bu andozaga nisbatan 16 kun erta pishgani kuzatildi. Namunalarning hosildorlik ko'rsatkichi bo'yicha o'rtacha orzu andoza navida 27 sentner kuzatilgan bo'lsa, yangi yil zarbuloq navi 37 sentner kuzatildi. Nazorat ko'chatlarida tanlab olingan namunalarda bu o'simlikning o'suv davri bo'yicha 110 kun, zarbuloq navida 90 kun, pastki dukkakning joylashishi bo'yicha andozada 11 sm, zarbuloqda 18 sm, o'simlikdagi dukkaklar soni bo'yicha 65 ta andozada kuzatilgan bo'lsa, yangi navimizda 144 tagacha kuzatildi. Soya namunalar hosildorlik ko'rsatkichi bo'yicha baholanganimizda eng K137 namunamizda 39 sentner kuzatilgan bo'lsa, andozada 20 sentner, zarbuloq navida 36 sentner kuzatildi. Namunalar moydorligi bo'yicha baholanganimizda o'rtacha andoza navimizda 21% bo'lsa, zarbuloq navimizda 25%. Eng ko'pi 171 namunamizda 28% kuzatildi. Oqsil bo'yicha o'rganganimizda 10 ta eng yuqori oqsildor namunalar tanlab olindi. Shulardan o'rtacha andoza navimizda 36% bo'lsa, zarbuloq navimizda 41%. Eng ko'pi K122 da 44,7% kuzatildi. Raqobat nav sinovida mahsuldorlik ko'rsatkichi bo'yicha o'rganganimizda dukkaklar soni orzu andoza navimizda 78 tagacha kuzatildi. Zarbuloq navimizda 136 ta. Bir o'simlikda urug'lar soni 152 ta andozada. Bu
Zarbuloq navimizda 308 tagacha kuzatildi. Urug' vazni bo'yicha ko'rganimizda Zarbuloq navimizda 52 ta, 52 gram, Orzu navimizda 30 gramgacha kuzatildi. Raqobat narxi ko'chatlarda hosildorlik ko'rsatkichi baholanganda Orzu navimizda 21, el 125 ta 37 sentrgacha kuzatildi. Tadqiqot natijalari joriy qilib Toshkent viloyatida 116 gektarga joriy qilindi. Namangan viloyatida Chust tumanida 56 gektar va o'simliklar genetik resurslari mutaxassisi Milliy gen bankiga K237 katalog raqami bilan ro'yxatdan o'tkazildi. Yangi Zarbuloq navining iqtisodiy samaradorligi. Jami xarajatlar Orzu nomida 8.251.000 tashkil qilindi. Sof foyda 3.908.000. Zarbuloq nomimizda 7.413.000. Bu rentabellik 87%ni tashkil qildi. Bu olingan o'simligimiz, olingan Zarbuloq nomimiz patenti. Bu rasmlari urug'i dukkagining ko'rinishi. Bu dalada olib borgan ishlarimiz. Xulosa. Jahon genofondiga mansub 111 ta soya namlanmalarini o'rganish natijasida yerta pisharlik, hosildorlik va don sifati bo'yicha qimmatli seleksiya manbalarini ajratib olindi. El 125 tizimasi asosida maqsadli ko'p martalik tanlash usuli orqali Zarbuloq navi yaratildi va uning yangiligi O'zbekiston Respublikasi Intellektual mulk agenti tomonidan NAP 434 raqamli patent bilan tasdiqlandi. El 125 tizimasi populyatsiyasida olib borilgan tanlash ishlari natijasida fenologik jihatdan bir xil va genetik jihatdan barqaror liniya shakllantirildi hamda navning morfologik va biologik belgilarining keyingi avlodlarda saqlanishi aniqlandi. Zarbuloq navini andoza Orzu naviga nisbatan asosiy va qimmatli xo'jalik belgilari bo'yicha ustunligi bilan ajralib turdi. Xususan hosildorligi o'rtacha 37,3 sentrga tashkil etib, andozaga nisbatan 16,2 sentrga yuqori bo'ldi. Yangi yaratilgan Zarbuloq navini vegetatsiya davri 88-90 kun tashkil etib, andozaga nisbatan 18-20 kun erta pisharligi aniqlandi. Pastki dukkakli yer sathidan 17-18 cm balandlikda joylashganligi navning mexanizatsiya yordamida yig'ib olishga mos ekanligini ko'rsatdi. Zarbuloq navida 1000 dona don vazni o'rtacha 172 gram, oqsil miqdori 41%, boy miqdori 25% tashkil etib, andoza navga nisbatan yuqori ekanligini aniqlandi. Ushbu ko'rsatkichlar navning oziq-ovqat, yem-xashak yo'nalishi uchun qimmatli seleksiya manbai ekanligini ko'rsatdi. Tadqiqotlar davomida Zarbuloq navining mahalliy tuproq iqlim sharoitiga yaxshi moslashtirish, barqaror hosil shakllanishida ham to'kilishiga chidamliligi aniqlandi. Iqtisodiy tahlillar natijasida Zarbuloq navini yetishtirishda yuqori iqtisodiy samaradorlikka ega ekanligini aniqlab, rentabellik darajasi 87% tashkil etildi. Urug'chilik tadqiqotlar natijasida navning baholashli urug'chilik tizimida sara urug'liklarni ko'paytirish imkonini va sertifikatlangan urug'lik ishlab chiqarish uchun yetarli boshlang'ich bazani yaratildi. Tavsiyalar. Zarbuloq navini respublikaning sug'oriladigan maydonlarda keng joriy etish, oziq-ovqat sanoati, chorvachilik va qayta ishlash korxonalarini qimmatli xomashyo bilan ta'minlash maqsadida yetishtirish tavsiya etiladi. Zarbuloq navini seleksiya ishlarida qimmatli boshlang'ich manba sifatida
foydalanish, ayniqsa erta pisharlik, yuqori hosildor hamda don sifatini belgilangan yangi soya genotiplarini yaratishda qo'llash maqsadga muvofiq hisoblanadi. E'tiborsiz so'rab. Rahmat. Ma'ruza tugadi. Ben savolga javob beramiz. Bunda savollar bor. Marhamat, marhamat. Qarang, soya kolleksiya namunalarini bir metodika bo'yicha o'rgangan, shundaymi? Yaxshi. Bir klassifikator bo'yicha, bir klassifikator bo'yicha soya namunalarini usul dori bo'yicha lista bo'lib ajratildi. Usul dori bo'yicha klassifikator. 4 ta guruhga eng o'sib davri, eng erta pishar. Nechun shular klassifikator bo'yicha. Nechun bo'lsa erta pishar, erta pishar, Erta pishar, o'rta pishar, kech pishar, juda kech pisharga bo'linadi. Erta pishar 50 kundan 90 kungacha. O'rta pishar 90 dan 120 kungacha, 120 kundan 160 kungacha. Kech pishar, juda kech pishar, 160 dan 200 kungacha. Rossiya iqlim sharoitida erta pishar namunalar biz sharoitimizda o'zini qanday ko'rsatadi? Kolleksiyada o'rgangansa, kolleksiyamizda bor. Rossiyadagi iqlim sharoitida eng erta pishar namunalar bizni sharoitimizda o'zini qanday ko'rsatadi? Shunga duch keldingizmi? Va shuni nima qildik? Ular bizning sharoitda ham erta pisharlik kuzatildi. Bunda bizni issiq kunlarimiz yuqori bo'lgan foydali issiqlik koeffitsiyentini tez o'zlashtirgani uchun erta pisharlik kuzatildi. Qarang, maydador jadvalda hududga urug'lar soni nimalarni yozibsizda, belgiga. Soyaning asosiy morfologik jadvalda o'tsangiz bor, morfologik belgilari bo'yicha soyaning to'kaklari nimalar yozilgan jadvalda bordir. Shuni aytingchi, soyaning morfologik belgilari deganda asosiy qaysi belgilarni tushunasiz? Soyaning morfologik belgilari. Reproduktiv organlari qaysi? Soya. Morfologik belgi, qaysi belgilar? Morfologik belgilar. O'simlik Morfologik belgilar. Bukakalik, hajmi, Shakli. shakli, Yana qaysi belgilar morfologik? bargning shakllari. Yana bor. Tubir morfologik belgilar. Reproduktiv organ deganda nimani tushunadi? Soyaning reproduktiv organlari. Qarang, soyani qishloq xo'jaligida foydalanishi bo'yicha necha guruhga, ikkita guruhmi? O'zim aytib bering, ikkita guruhga ajratamiz. Qishloq xo'jaligida foydalanishimiz bo'yicha qaysi guruhlarga ajratamiz? Institutimizda ikkalasi yo'q. Sabzavot soyalari bor. Shuni aytib bering. Sanoatda ishlatilgan Morfologik belgilar bo'yicha bir-biridan farqi. Kolleksiyada bor. Sabzavot soyasi bu yashil massasida o'ziga nima pishmasdan turib iste'mol qilinadi. Yashil massa nima paytida dukaklari don moy jihatidan nima qilgan, bu to'liq pishirib yetilgan donlardan foydalanadi. Marhamat, ko'tarildi. Qarang, sizdagi o'sha katalog raqamlaringiz kelib chiqishi namunalaringizniki. Biz shu 10 ta mintaqadan olingan bu keltirilgan namunam Janubiy Koreya namunalaridan olingan. O'sha jahonga nafodagi qaysi namuna eng yangi nav yaratishga, yangi genetik sifatda chaqish qilmayapti sizda endi. Janubiy Koreyaning namunalari bo'ldi.
qarang, yana soya uchun nima ikkini tushunish muhim bo'lgan. Masalan, erta pisharlik qay darajada muhim soya ekinida? Erta pisharlik deyapsizlar, noxira ham bor. Qay darajada muhim? Erta pisharlik ishlamaydi soyada yoki erta pisharlik ham Erta pisharlik bizda asosiy yerlarimiz mo'ljallangan. Buni organik soni takroriy ekinlarga yetishtirish uchun zarur deb hisoblayman. Shu erta pisharlik o'rganilgan. agar mana erta pisharlik va yuqori hosildorlik o'rtasida qarama-qarshi yuzaga kelsa, qaysi belgini siz oldingi ustuvor deb hisoblagan bo'ladi? Oldingi so'rab. Erta pisharlik Hosildorlik bo'lishi. Menimcha siz tanlagan donorlar, mahalliy sharoitda qay darajada adaptiv namoyon qildi? Buni donni yirikligi hisob nima bo'ldi, o'zgaruvchi bo'lmadi. Pastki bekatni joylashishi, ayniqsa bizda soyada ko'p uchraydi. Kunlar isib ketgan paytda u chatnab to'kilib ketadi. Bu chatnamaydigan, to'kilmaydigan. Hammasini yoki siz yaratganlarmi chatnamaydigan? Mana shu katalog raqamdagilar hammasi chatnamaydiganmi? Chatnaydiganlar ham kuzatiladi. Faqat blok chatnamaydi demoqchiman. Yo'q, boshqalarni ham bularda ham tanlaganlar chatnamaydi. Endi katalog o'rganilgan 110 taning ichida chatnaydiganlar ham uchrab turadi. Mexanizatsiyaga muvofiq etishi qay birida ustun ko'rindi? Yangi zarboq nomimizda shu dukkagini eng pastki yerdan sathidan balandlik joylashganligi boshqalar pastki joylashishi. Bunda asosan kombayn nima o'rganda yerdan 10-15 sm yuqorida o'riladi. Ba'zi bir soya namunalarimizda yer sathidan 5 sm, 10 sm joylashganda u ko'proq hosildorlikni yo'qotishga olib keladi. Imam bu K122'da ham 122 o'sha katalog raqamida ham juda ko'p qimmatli xo'jalik belgilari bo'yicha ustunlik ko'rdimda slaydlaringizda. Uni ham ajratib olmadingizmi qanaqadir donor sifatida, boshlang'ich ashyo sifatida nimaga ular orasida yana navdan tashqari ajratilmadimi? Bularni ham o'rganildi. Shu 111 tada eng nimalarni ajratib olgan shularimiz bo'ldi. Bularni endi biz ajratib olgan erta pisharlik nimasiga ham qaraganmiz. Ularga qaraganda shu erta pisharlik bizning namunamiz ustunroq bo'lgani uchun shuni ajratib oldik. Erta pisharlik qay darajada muhim? Qo'yayotgan uchun shuncha boshlanish kerak. Shu takroriy aslan yerlarni takroriyga mo'ljallangan shuning uchun. Rahmat. Savol bor? Kimda savol bor? Marhamat, rahmat. Savol bersin. Assalomu alaykum. 6-slayd dochi. Savol bersa bo'ladimi? Mana. Hozir. Assalomu alaykum. O'zi yo'lda edik biz endi xizmat safarida. Men savolim bor edi, bir ikkita savolim bor edi. Mayli. Zoomda ochib qo'ying. Siz 17 jadvalingizda eng kichik farqni qo'ygansizda, mana 17 jadvalingizni agar xohlasangiz oching, bo'lmasa savol beraveraman. Eng kichik farq nimani anglatadi? 05 eng kichik farq 05 qo'ygansizki nimani bildiradi seleksiyada? Ishonchlilik aniq. Eshityaptimi? Ha, eshityapti. Bu ishonchlilik. Aniq. Nimani ishonchliligi? Ha, tajriba aniqliklari. Keyin sizda 500 nechida chiqqan? 509 mi nechida? Men 17 jadvalda oching. 5% dan oshmaslik degan joyini hozir shuni so'ramoqchi edim. Hmm. 590 chiqqan. Bu degan 6 degani. 6%. Buni qanday ilmiy asoslaysiz?
urug'lar sonida. Bu ustoz bu texnik xato ketgan. Keyin ikkinchi savolim, siz urug'lar soni andozaga nisbatan 1 barobar, ya'ni 150 bo'lsa 300 grammmi shunaqada, 300 gramm 300 ta son deyilgan. Shu 300 ta bo'lishiga, 1 barobar ko'p bo'lishiga sizni liniyangizni qanday ilmiy asosi bor? Uni qanday genotipga bog'liqmi yo tashqi muhit agrotexnikaga bog'liqmi? Bunaqa 150 ta dondan 300 ta bo'lishiga nima sabab deb o'ylaysiz? Bu zarbalar namimizning asosiy dukaklari yer sathidan balandroq joylashgan, dukaklar soni ko'proq. Xususiyatlar. Uni ilmiy asosi bo'lishi kerak-ku, to'g'ri, patent sizda. Ilmiy asoslar bersangiz, uni genotipi yoki genida qaysidir ko'p hosillikmi yoki ko'p donlikmi, 1000 dona urug' vazni ko'plikmi, nima bor? Shu narxning xususiyatlariga bog'liq bu. Bo'ldi, boshqa banda savol yo'q. Rahmat hammaga. Rahmat. Rahmat kattalar. Mana meni birinchi tadqiqot uslublarini oching-da. Tadqiqot uslublari. Ana shu uslublarda siz fenolog kuzatuvlarni yer usulida aniqlaganingizda, soya o'simlikda ortogenezga bo'yicha qanday fenofazalar bor? Qaysi tartibda olib bordingiz shu nimalarni, kuzatuvlarni? Urug'ni Qaysi tartibda olib bordingiz? Qaysi metodika o'zi qanday o'zi? bu shunda shu o'simlikning urug'larni unutchanligi o'sib davri bo'yicha O'sha davri usul rivojlanish fazasi bor. Qanday fazalar bor? Qanday tartibda olib bordingiz? Uchot bilan fenologiyani farqi borda. Fenologiyaning metodikasi bor. Mana shu bir metodikasida fenolog kuzatuvlar qanday olib borildi? Antagonez davomida. urug' ungandan keyin 10% hisobi, keyin 75%ni ikki palla chiqarganni dukkaklar shu fazolar. Ikkinchisi, sizda ixtiro patentining farqlanish degan joyini oching. Shu yerda andoza naviga nisbatan hosildorlik 37-38 sentner. Hosil miqdori 42-40 sentner deyapsiz. Nisbatan nima? Shuncha oshiqmi u? Nima tushunmadim, mujmal turgan. Ana shu yerda konkret shu yozuvni tushuntirib bering. Bunda Nimaga asosan andozaga nisbatan dedingizda? Shuncha ortiqmi? Bunday bo'ladigan bo'lsa sizniki. yo'q, bunda zarbalar namimizda shunaqa kuzatildi. Yo'q, kammi, ortiqmi, nima o'zi? Sizda yo andoza qildi, u ortiq bo'lsa unchalik emas farqi. Nimaga shunday deb yozdingiz? Yo men tushunmayotgan bo'lsam tushuntirib bering. Просто to'g'ri qo'yish kerak-da. Yo'q, nimasi aralashib ketib qoldi. to'g'rilasizda. Qanchaga hosildorligi yuqori, qanchaga moy miqdori Yuqori bo'ladigan bo'lsa 37-38 sentner ortiq emas. Yo'q, unaqa emas. Bu zarbalar navining o'zi hosillar. To'g'rilab qo'yish narsa. Bu 17-jadvalda oching. Bu slaydda. Shu slaydda sizda endi hosildorlik, mahsuldorlik bir qancha ko'rsatildi. Bu hosil elementlarni belgisimi yoki mahsuldorlikmi o'zi? Mahsuldorlik o'zi nima? Shu yerda qaysi vertikalni ko'rsatish mahsuldorlik sizda? bunda bir o'simlikdan olingan shu urug'lar soni nima mahsuldorlik keltiradi. Soni emas, soni elementlari. Mahsuldorlik o'zi nima? Ko'p narsada elementlari. Mahsuldorlik o'zi nima? Mahsuldorlik bir o'simlikdan olingan shu mahsuldorlik. Nima olingan? Vazni, hosildorlik. To'g'ri. Demak, yaxshi. Sizda bitta o'simlik degan o narigi nima ekan? 30 gramm, 35 gramm boshqalari. Demak,
sizda qaysi sxemada ekilgan? Ko'chat qalinligi qancha bo'lgan? Bizda soya uchunda 70 ga 10 70 ga 10 bo'ladigan 10. bo'lsa qancha bo'ladi o'zi? Nazariy ko'chat Ko'chat son. 400 ming gektarga 400 400 mingda 33 ga ko'paytiradigan bo'lsangiz qancha bo'lib ketadi? Farq mayli 10%, 20%, 30% доступныйda. 100 mingga ko'paytirsangiz ham 33 teniyadan 49 teniyagacha bo'ladi. Aslida 400 ming deydigan bo'lsa, unda dostoverность pasayib ketadi. 4 barobar ko'p bo'lib ketadi. Qanday izohlaysiz? Predel ashga kelgan narsa bor. 15, 20%. Ha bu yerda sizni predel ashingiz 400% bo'lib ketyapti. Hosildorlikni qaysi metodda qanday qilib aniqladingiz? nima shu raqobat nimasida metr kvadrat hisobidan aniqladik. Bir bag'ana Boshqa savollar yo'q. Rahmat, kimga savollar bor endi? Savol. Marhamat. Sirbar Abduqayumov. Mana bir nechta savol bor edi. Birinchidan, o'zi mahsuldorlik hisob-kitoblar yuqori degansiz. O'zi har bitta nimani standart bo'lyapti. Standart qanaqa edi? Siz qanchalik bo'ldi? Yoki andoza nima emas, sanoat talab bo'yicha. Chunki mahsulot sanoatga topshiramiz, to'g'rimi? Shu sanoat talabi bo'yicha mahsuldorlik qanaqa bo'lishi kerak standartlar bo'yicha. Va sizni o'sha yaratilgan navizda qanchalik ustunligi bor? Biz bunda o'rganilgan nimalarimizda Yo'q, o'rganilmas. Sanoat talabi bo'yicha gaping. Masalan, siz dehqonsiz, sanoatga topshirayotganda har bitta mahsulotning o'zi talablari bor-da. Shu talabga javob bersa, sanoat shu nimangizni mahsulotingizni sotib oladi-da. Shu nuqtai nazardan sanoat talabi qancha bo'lgan, qanaqa bo'lgan? Ya'ni sizning mahsuldorlik, ya'ni o'sha asosan soyani oqsil va moy miqdorida asosiy sanoat uchun kerak. O'shalar bo'yicha gapirib bering. Qancha bo'lishi kerak edi-yu va sizda qancha bo'ldi? moy miqdori nimada adabiyotda 25% gacha o'zi nimalarda. Bizda shu ko'rsatkichlar bo'ldi. Oqsili 44-45% gacha, bizda o'rtacha shu 42% gacha kuzatildi. Chunki men hozir o'sha namunalaringizni nima tahlil qilganda o'sha 1.25 ga nisbatan boshqa namunalaringizda, to есть namunalar bo'ladi, o'sha namunalarda o'sha ko'rsatkich talablari, ya'ni moy miqdori, oqsil miqdori yuqorilar bor edi. Nima uchun ularni tanlamadingiz? Именно L25 tanlab oldingiz. Ana shu o'zi aslida 111 ta nimalar yeriklar shu oqsil moy yuqorilarini tanlab olganmiz. Biz endi faqat nimamiz ishimiz hosildorlik, don boshqa elementlarga ham qaraganmizda. Donni yirikligi, chatnab ketmasligi, pastki dukkakning balandligi, erta pisharlik, shu jihatlarga ham qarab shu namunani tanlaganmiz. Endi keyingi savolim hozir xuddi shu jadvaldan foydalangan holda menga biologik hosildorlik hisoblab beringchi. Shu andoza arzu navida va L125 navini. Bir o'simlikdagi shu donning vazni shu 1 pagonometr kvadrat gektarga ko'paytirib chiqaramiz. O'simliklar 1 gektarda joylashgan o'simliklar soniga ko'paytirib chiqaramiz. Misol uchun urug' vazni zarbuloqlarimizda 52 5 bo'lsa 1 gektar 400 ming o'rgatganmiz. Hozir men bu savol bergan sababim qarang, arzu navizda mana urug' vazni 30 degansiz, to'g'rimi?
lekin o'shani teskari ming dona dona vazni og'irligi, ming dona don og'irligidan kelib turib, son urug'lar soniga o'sha ikkalasini nimasini kelib turganda urug'lar vazni manda 20 gramm bo'lgan yo'qda. Nima uchun sizda 30 bo'lyapti? O'shani men chiqarib bering. Bunday yillar davomida ma'muriy tadbirlar nimalar ham qatnashadi. Bu Yo'q, 10 grammga. Chunki zarbuloq, ya'ni L125 bor yo'g'i 1 gramm farqlanyapti-da hisob-kitobda. Bu yerda 10 grammdan ziyod og'ir bo'lib ketgan. Nima uchun bu yerda og'ir beriladi? Aslida 1000 donangiz kam nisbatan. Buni sun'iy kamaytirib qo'ydingizmi? yo'q, bunda dukkaklar soni ko'pda. Zarbuloqni bizda dukkaklar soni. Men sizga mana qarang. O'sha 1000 donangiz 100 qancha bo'lyapti? 130 gramm bo'lyapti. 130 gramm. O'shanda agar bir urug'ingiz qancha bo'ladi shunda? 0,13 bo'ladimi? O'shani 153 ga 2 ga ko'paytirib qancha chiqadi bir urug' vazni? O'simlikda urug'lar vazni 20 gramm ham chiqmaydi. Sizda 30 gramm deb ko'rsatyapti. Sabab nimada? Agar 0,2 bo'lganda siz 30 ga chiqaring. 0,2 yaqin bo'lganda. Bu 0,13 bo'lyapti-da. Siz 30 gramm chiqarib turibsiz. Javob bermalar. Biz ko'rib chiqamiz buni. Har bir o'simliklar olib shu o'lchaganimizda shu nimalar chiqqandir. Nima deydi? Biologik va fakt hisob-kitobda 10%gacha xatolik bo'lishi mumkin. Da, debda oshib ketyapti. Shuning uchun sizda расхождение bo'lyapti. Hosildorligingiz ma'lumotingiz bilan bu ma'lumotingizda расхождение bo'lyapti. Bu yerda hosildorligingiz 158% ga ko'payapti. Andozaga nisbatan zarbuloqda. O yoqda bor yo'g'i 2 barobar ko'payapti-da. Yaxshi savollar bor? Yo'q, yetarli. Savollar bormi? Zoom'da bormi? Maratnamdan ikkita savol bor edi. Birinchi savolim soyada rivojlanishi ikkita bosqichga bo'linadi. Birinchisi vegetativ rivojlanish, ikkinchisi reproduktiv rivojlanish. Vegetativ rivojlanishda R1 va 2 R3. Reproduktiv rivojlanishda R1dan R8gacha davom etadi. Sizda bu bosqichdan bosqichga o'tish qanday bo'ldi? Seleksiyada muhim bo'lsa. Vegetativ rivojlanishda ushtalik barg hosil bo'ladi, shoxlanadi, keyin qoya hosil bo'ladi. Shunday gullashdan keyin ketadi. Reproduktiv rivojlanish. Bosqichlar qanaqa bo'ldi rivojlanish bosqichi? Shu aytganimdek urug' unib chiqdi, 3 varik, 3-4 varik shonalash davri, keyin shu gullash davri, dukkaklash, pishish, keyin to'liq pishish. Bu asosiy rivojlanish davrlari, fazilar. Keyingisi K171 namunasi. O'zi soyada don tarkibidagi moy miqdori 7%dan 22%gacha deb ataladi, hajatlarda keltiriladi. Biz respublikamizda yaratilayotgan soya navlari asosan shol-chil metaxosis yaratiladi. Ularda oqsil miqdori 38-42% atrofida o'rtacha, navlarga qarab moy miqdori 22-24% atrofida. Sizda K171 namunasida 28% moy ekan, don tarkibida, oqsil miqdori 39.5. Ikkala ko'rsatkich ham yaxshi. Hosildorligi ham yomon emas, 37 sentner tepasida. Nega bu namunani olmadingiz? Chunki moy yo'nalishdagi navlar juda bizga kerak.
Degan paytda undan to'y. Ha, bunda Oqsili ham kam emas ekan. O'zi moy ko'payganda oqsil kamayadi so'yadi. buni erta pishar bo'lmagan uchun, kech pishar bo'lgan uchun deydi. Kech pishar bo'lsa ham bahorda asosiy muddatda ekish uchun kerak bo'ladi. Endi biz mavzuncha asosiy erta pishar bo'lgani uchun shunday. Pastki dukkakni joylashishi to'g'ri shunday. Keyingi savolim, dukkakdagi don sonini beryapsiz. Nechtadir namunada 3 tadan deyapsiz. Nechtadir namunada 4 tadan deyapsiz-da. Aynan 4 ta 3 ta deb berish to'g'rimi? Chunki bitta o'simlikda dukkak pastdan yuqoriga qarab, dukkakdagi don soni kamayib boradi. 4 ta 3 ta deb berish cheklab qo'yish mumkin. Biz shuni o'rganganimiz asosiy shu 3 talik donlar ko'p kuzatilgani uchun, qaysi bir namunalarda 4 ta ko'p kuzatilgani uchun o'rganib Pastdan yuqoriga qarab 30 yildan beri so'y ekanmiz, endi 3 ta 4 ta degan narsani birinchi ko'ribsiz. Yana savollar bormi? Marhamat, o'tiring. Talabgorda ilmiy rahbari qishloq xo'jaligi fanlari doktori professor Amramonov qatnashyapti. Agar ijod taklif bergansiz, talablar to'g'risida qo'shimchalaringiz bo'lsa, rahmat, o'z taklifini tekrorlaysiz. Bo'lmasa ilmiy mulohazalarga o'tamiz. Kimda qanday fikrlar bor? Oldingilaridan davom ettiramiz. Endi doktor Sayis bilan sistema orasida baribir endi bilan osmoncha farq bor. PhD degani bu endi olimlikka nomzod degani. Shu nuqtai nazardan qarasak, aslida bu yigitni bilamiz, juda mehnatkash, o'z ishini ustida mas'uliyat bilan qaraydigan bir ilmiy xodim sifatida taniyman, yaxshi bilaman. Endi PhD ishi bo'lganligi uchun ham ba'zi bir xatoliklarga yo'l qo'yildi. Bularni o'ylaymanki, keyingi ishlarda hisobga oladi. Soya bo'yicha ishlaganmiz, aynan Koreya namunalari bo'yicha-da chaqishtirishlar o'tgan, asosan to'rtta donliligi ko'p bo'ladi. Keyin haqiqatdan ham hozir domlalar ham aytib o'tishdi buni, Qo'ng'ishova tomonidan ham, men tomonimdan ham e'tirof etildi-da, boshqa namunalaringizdan bor darbuloqdan tashqari. Mayli siz o'sha patent bo'yicha himoya qilyapsiz, to'g'ri, tartib sifatida qilib ketaman-da, keyingi ishlaringizni hisobga olishligingiz uchun o'sha K122 ham, endi ham aytib o'tsalar 177 boyagi 71 o'sha namunalarni ham qaysi bir belgilar bo'yicha o'zim e'tibor qildim. Oqsil, moy miqdori yuqori va hozir qaysi bir belgilar yuqori, ularni mana shu qaysi bir belgilar bo'yicha donorlar sifatida tavsiya etish mumkin edi. Tavsiyangiz qanaqadir bir nima bo'lib qolsa, sayozroq bo'lib qolganda, umumiy bo'lib qolsa, sayozlikda ham xato bo'ladi, umumiyroq bo'lib qolgan. Mana shu narsaga keyingi ishlaringizda e'tibor qaratasiz. Lekin bu yigitni o'zlarini mehnatkashligi, mas'uliyat his qila bilishlari va o'z ustida ishlashlarini hisobga olib, ijobiy xulosa beraman va tavsiya qilamanki, keyingi etaplarda albatta nazariy tomonlarga, seleksiya uchun nazariy nima bera olamiz, o'sha navdan tashqari, amaliy navdan tashqari degan joylarga ham e'tibor qilishligingiz kerak bo'ladi. O'sha seleksioner sifatida boya aytgan zamonaviy texnologiyalar bo'yicha yoshlar bo'lganliklari uchun aytamizki, endi bundan buyog'iga o'sha aynan global iqlim o'zgarishi davrida va hozir nafaqat pisharlikka e'tibor qaratishimiz kerak, boshqa asosiy hurmatli xo'jalik, obyektiv omillarga ham e'tibor qaratgan holda o'sha aynan zamonaviy texnologiyalar bo'yicha ham ishlar olib borishni tavsiya qilaman. Ijobiy baholayman. Marhamat, ma'qul ish bor. Men bir narsaga asosan bu yerda hozir Maratbekni e'tiborini qaratmoqchi edim. Agar mana hozir e'tibor bermaysangizlar, birinchi savol javoblarda asosan soyani biologiyasi va reproduktiv organlari haqida, ularni bir-biridan farqi haqida ko'proq savollar bo'ldi-da. Shunda ozgina Maratbek
chalg'idi. Bir narsani aytib o'tish kerak. Klassifikatorda, yer klassifikatorida har bir belgi, har bir muddat, har bir nima bo'yicha, har bir masalan moy miqdori o'zi bo'yicha hammasi alohida 4-5 tadan grafiklarga bo'lib klassifikatorga keltirilgan va iqlimsizlikka bog'liq holda barglarning o'zgarishiga keladi. Juda katta masala. Endi bu bitta soya bo'yicha butun dunyoda qancha olim ishlaydida, bu hali bitta hamma belgi bo'yicha Maratbekda buni so'rab qilmoqchi emasmiz, lekin Maratbek bitta narsani hozir aytayotganda, aytib o'tdilar, ko'chat qanligi bo'yicha aytganda turizmda ko'chat qanligi. Bu turizmda ko'chat qanligi Rossiyada 300 yillik turizmda bo'ladi-da. Chunki ularda bizga o'xshab qator orasida ishtirok etish kam bo'ladi. Bizda asosan qatorlar ekanmiz-da. Yer metodikasi bo'yicha uncha emas. Ko'chat qanligi masalan, o'rta-hisobda 3,5 metr kvadratlik, ya'ni 5 metr uzunlikdan 70 santimetrlik agat bo'ladigan bo'lsa, bunda yerda berilgan. Binolarimiz 7-10 santimetr edi. Yer metodikasi bo'yicha. Hozir chunki biz qatorlar ishlab beramiz. Shularni hisobga olish kerak. Aytayotgan paytida buni hatto o'qib olishingiz kerak. Chunki endi siz soya bo'yicha mutaxassis bo'lyapsiz. Buni bilib olishingiz kerak. Yana bir narsa, sabzavot soyasini o'zida ikki xil. Asosan bizda sabzavot soyasi, sabzavot soyasi, soyada sabzavot soyasi, moyli soya. Bularning morfologik belgilaridan bir-biridan keskin farq qiladi. Sabzavot soyalarni asosan dukkaklar nisbatan keyinroq bo'lishi bilan birga tutlanish darajasi nisbatan kamroqda. Lekin kletchatka miqdori dukkaklarda kletchatka miqdori nisbatan pastroq. Masalan, oqsil miqdori nisbatan ko'proq, urug'lari nisbatan yirikroqda. Shuning uchun siz soya deganda sizdan hammasi ikkita guruhga ajraluvchi, keyin ularning morfologik belgilari farqlanishi, masalan, sabzavot soyalarning bo'ylari nisbatan qisqa bo'lishi, ba'zan bitta ikki shox yoshi, moy beruvchi soyalarni shu bo'yicha saqlangan. Shular bo'yicha ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lishingiz kerak. Bu yerda ko'p savollar berildi, harakat qildilar ko'p savollarga javob berishga. Patent bor. Biz qo'llab-quvvatlaymiz, chunki patent bor, bu tan olingan. Men bularning ishlariga omad tilayman. Shu bilan birga mana shu hozir mendan oldin suvga chiqqan Go'zalxondan ta'minlar mana shu asosiy morfologik belgilari, biologiyasi bo'yicha chuqurroq nimaga ma'lumotga ega bo'lishingiz ishlaydi. Chunki albatta, chunki soya bo'yicha mutaxassislarimiz juda ko'p emas, bor mutaxassislarimiz yoshlar katta pensiyaga yaqinlashib qolyapti. Respublikamizda moyliklarga juda katta e'tibor qaratilyapti. Shuning uchun bu bo'yicha yana siz ko'p o'sha berilgan takliflarda inobatga olib o'rganishni so'rab qolaman va mendan avval suvga chiqqanlar hammasini qo'llab-quvvatlab, men ham sizga ovoz beraman va boshqalar ham taklif qilaman. Yana kelgan fikrlar bor? Bahodir. Haqiqatda tartib bo'yicha oldinga qarab yurdi, tartib bo'yicha ikkinchi ko'rdi. Haqiqatda menda ham bu mavzu boshqalarda katta maqolda haqiqiy dunyo bo'yicha 110-130 million gektar soya bo'ldi. Dunyoda yetishilayotgan 40-45% soya to'g'ri kelyapti. Lekin men xohlardimki, bu bolamiz oldinga nisbatan sal qiynaldi. Qiynalgani nimada deganda, seleksiya bo'lgandan keyin 3 ta narsaga albatta urg'u berishimiz kerak. Faqat bu yerda hosildorlikka emas, variatsiya, korrelyatsiya degan narsalar bor. Bu yerda antagonizm degan narsalar bor. Shularda aytayotganda ba'zilarda uyg'unlik ko'rmayapmiz. O'shaning uchun bizda aytayotganda variatsion qaysi nima bo'ldi, korrelyatsion nimalar qanday bo'lyapti deganda. Bizda haqiqatda bizda dunyo bo'yicha juda katta miqdorda 110 million gektar bo'lib shuncha qilyapti-yu, O'zbekistonda necha gektar bo'ldi, qancha bo'ldi? Uni sabablari nima degan narsani. Ko'proq dukkaklar soni, dukkaklar hosil aytyapsiz, lekin bitta o'simlikdagi donlar hosiliga qilsak, mahsuldorligiga qilsak, nazariya qilsak, bir-biriga uyg'unlik bo'lib qolganda yaxshi bo'lardi. Haqiqatda ma'lum miqdorda ish olib borilgan, nav yaratilgan. O'shuning uchun biz bunga nima qilamiz? Lekin kelgusida zamonaviy seleksiyada, bugungi kundagi ilmiy asoslashda biz albatta genetikaga, siylanishiga, qonuniyatlarga ham e'tibor berishimiz kerak. Keyingi ishlarda shularga e'tibor berishingiz so'raman. Rahmat. Rahmat. Yana kimda fikrlar bor? Marhamat.
Murodbekni asosiy ishini yutug'i shundaki, bu tez pishgan yaratgan. Soyani biz asosiy ekin sifatida juda kam ekanmiz. Chunki asosiy ekinlarimiz deyarli hammasi bankda almashlab ekish tizimida. O'sha o'rni yo'q. Mana ayrim fermerlarda bor. Lekin takroriy ekinlarda juda katta o'rni bor. Mana bu hozirgi bunlar 90 kunlik bo'lib turibdi. Demak, hozir mana bug'doy o'rib olamiz, bo'shadi. Birinchigacha eksak ham iyul, avgust, sentyabr. Sentyabr oxirida, oktyabr birinchi 10 kunlikda pishiribdilar. Uni terib kelishtirib olasiz, o'rniga yana bug'doy ekamizmi yoki paxtaga tayyorlaymizmi yoki orolda ekin ekiladimi? Juda ham katta imkoniyat tug'iladi. Juda ko'p navlarimiz bor, soya bo'yicha ham. Agar eslaringda bo'lsa, bunu 6 yillardan beri biz shu kengashda himoya qilib kelyapmiz. Soyaga. Eng dastlabkisi 23-24 dan boshlagandik-da. Va sekin-sekin kelib, mana yaqinda qilganimizda ham 30 sentr haqida gap bo'ldi. Bugungi mana 37 sentr haqida gaplashyapmiz. 37 sentr juda katta. Takroriy ekin sifatida 37 sentr agar oladigan 35 olsak ham yaxshi. Undan tashqari moy miqdori 25-7 bo'lyapti. Yuqori. To'g'ri, hozir ko'p savollar bo'ldi. K122 navi juda ko'p jihatdan ustunliklari bor ekan. Yaxshi, moyligi ham olsa ham yuqori, olsa ham yuqori. Lekin uni pish darajasi 110 kun. Demak, mana 20 kun farqi bor-da. 20 kun biz uchun juda ham katta rol o'ynaydi. Shuning uchun bu nav hozirgi talablarga to'g'ri javob beradi. Buni demak hozir Murodbek yaxshi tushuntirib berdi. To'g'ri, kamchiliklari bor, ayrim savollarga esa boshqalar javob berdi. Lekin o'zi odamlar shunaqa xususiyati ham bo'ladi. Birovlar yaxshi dalada ishlaydi, yaxshi ilmiy tadqiqotlarga olib boradi, yaxshi natijalar oladi. Lekin odamlarga yetkazib berish masalasi qiyin. Buni pedagoglar yaxshi biladi. Endi bu yigitda ham shunaqa xususiyatlari bor ekan. Lekin biz uchun eng muhimi bu navning yaratilgani va uni o'z o'rnida joyi borligi. Shuning uchun bu ishni to'liq qo'llab-quvvatlaymiz, muvaffaqiyat tilaymiz. Uni oldingi akachiga o'xshab, xudo xohlasa keyingilarda shu sohada yaxshi mutaxassis bo'lib, yaxshi olim bo'lib, sanitarda yashab qolsa, chunki soyada bizlarga ishimiz juda ko'p. Haddan tashqari ko'p. Muvaffaqiyat tilayman. Yana kimlar fikrlar bor? Zoomdan so'zga chiquvchilar bormi? Haqiqatdan Rasulov Murodbek Baydullaevich tomonidan olib borilgan tadqiqotlar juda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Chunki tadqiqotlar natijasi yakunida soyaning erta pishar hamda hosildorligi yuqori, doning sifati yaxshi bo'lgan nav yaratilgan. Bu soya o'simligi ekinlar ichida keyingi yillarda o'sha ekin maydoni yiliga 4-5 millionga hamda undan olinayotgan hosildorlik 1,2% ga oshib borayotgan yagona o'simlik hisoblanadi. Chunki soya o'simligini texnik ekin sifatida ham, oziq-ovqat ekin sifatida ham yoki bo'lmasa agrotexnik ahamiyatga ega ekanligi sifatida hamda yem-xashak ekin sifatida ahamiyati yuqori hisoblanadi. Shuning uchun yildan-yilga soyaga bo'lgan talab ortib boryapti. Ekin maydoni ortishi bilan birga 1 gektardan olinayotgan hosildorlik ham ortib boryapti. Soyadan hozirgi kunda 135 million gektarda yetishtirilayotgan bo'lsa, dunyo bo'yicha bundan olinayotgan o'rtacha hosildorlik 30 sentnerdan oshdi gektardan. Bu esa o'z navbatida yildan-yilga o'sha har bir tuproq iqlim sharoiti uchun yetishtiriladigan navlar yaratilishi hamda uni parvarishlashda qo'llanayotgan agrotexnologik tadbirlarni mukammallashib borayotganligi hisobiga amalga oshirilyapti. Endi Rasulov Murodbek Baydullaevichga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Murod bakalavriat yo'nalishini o'zimizda ta'lim muassasamizda agronomiya
yo'nalishida tamomladi hamda magistraturani o'simlishnoslik ixtisosligi bo'yicha davom ettirib, rahmatli ustozimiz Halima Nazorovna shogird sifatida magistrlik diplomini, ya'ni dissertatsiyasini himoya qildi. So'ngra magistraturani tamomlagandan keyin seleksiya va urug'chilik yo'nalishi doirasida o'zini tadqiqotlarini davom ettirdi. Hozirgi kunda o'sha amaliy savollarga javob berib, nazariy savollarga qiynalib qolayotganligi ham o'sha buni bilim olganlik bazasi. Bu endi seleksiya urug'chilik bo'yicha, ixtisoslik bo'yicha endi yillar o'tib buni nazariyasi shakllanib boradi. Bu Marat o'zi har bir ishga kirishgandan keyin mas'uliyat bilan yondashishi bu barchamizga ayon, ya'ni ta'lim berganmiz. Bunga haqiqatda kelajakda olib boriladigan tadqiqotlarni endi fan doktorlik darajasini olib chiqqanda mukammal darajada olib chiqadi. Chunki bunda o'sha salohiyati mas'uliyati his qiladigan talabgorlardan hisoblanadi. Endi u Marat tomonidan yana ko'plab namunalar olingan, ularni o'sha seleksion jarayonlarida boshlang'ich shart sifatida ham foydalanish mumkin bo'ladi. Hamda vegetatsiya davri gorizontal bo'lsa ham olish kerak edi gorizontalligini. Chunki takroriy sifatida eshittirilganda 1,5-2 haftagacha usul davri qisqaradi. 100 kunga yetmaydi agar gorizontalliklar takroriy sifatga keladigan bo'lsa, uni urg'un tarkibida moy miqdori 28% bo'lgandan keyin, hosildorligi 37% bo'lgandan keyin hosil miqdori 39,5%. Bu esa juda katta yuqori natijalar. Endi ish bajarilgan tashkilot hamda so'zga chiquvchilar xulosalariga ko'ra Rasulov Maratbek Ubaydullayevichga qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini berish taklifi tushdi. Ushbu tushgan taklifni yashirin ovoz berish yo'li bilan tasdiqlab olishimiz kerak bo'ladi. Yashirin ovoz berish jarayonida esa komissiya tarkibini saylab olishimiz kerak bo'ladi. Bunda qanaqa takliflar bor? Iborat bo'lish kerak edi. Ikki kishidan iborat bo'lsin degan tasdiqlab berishlar kerak. Rozilar, qarshilar, taraflar yo'q. O'tgan safarga komissiya yaxshi ishlar deb taklif tushdi. Faqat rais o'zgargan holda ishni davom ettiradi. Sen to'sqanni olib oxirog'ida aytdilar. Keyin qarasam ularni Yarasa'dan bir kilo bit demiştim. O da bitti bu. Kredi wоспоятся фамилия? Autizm yordamchi. O'zi ma'qulga havolarda yo'q.
Allah Allah. Dünyada. Geçti de hala Oyunca bana giyinler tabii. Biz koşka karusuyla geçirdik. Daha böyle cehada aflarıyla soyanlı filas geldi. 60 gibi, 15 gibi, 15 gibi. Bir makul ama. Yok. O da acayip en balazı. Keçi dışarıda 200 kilo. Orta dışarıda 200 kilo. Bir dışarıda böyle birleştirdiğin ikiler bizler çok önemli. Ne o? Yani eksilmegenden ki 10 santimetre dedi, 10 santimetre basılı 12 metre çünkü o seleksiyon kaçırmalarında ona getirdiğimiz tutmakla geçiyor, file dolar. Bu arada işler çıkarttı, işletmenliğine ne var? On santimetre boyunca ilgi girmez. Çünkü 60 bölümde bu basın yani. Yani biz yok. Bunlar değil kendisi var. Varsa daha bir az şimdi yukarıda. Bu turizmin en kooperatifler hakikaten belki bir 150 kooperatifler. Bu yüzde kooperatiflerden 4 tonları. 4 siz oylar kelime bunda bir ölçüde dükkanlar 70 gram. Sonra 52 gram oldu. 52 gram bir 100 milli kooperatif 55 tane bolar. Yani 5 tane da yapmış gibi. 70 metre bolar. Yani netleri ne varsa İnce o Burası tarafı iyi ama karşında turizmi. Bundan hepsi yapıyor. hayır buna aynı şekilde. Kimse bir de 192 o yüzden 100 faiz geçer umurcan bekliyoruz yani. Buna bir de milletin var ama bir kere Çünkü bizde merkezli bölgenden yaşlı işler bize. babalarla dışarıda bir şey var. Ama onun vasıflı canlı yani puanı sağlamak. Dışarı doğru gidiyor. Bu kimler var nokta? Ben olmuş ya.
Bu kanalın bir buradan o ülkeye ama İslam şimdiden biraz var. Böyle Ankara'ya geldi de problem. O an olabilirse. Bundan artık bak bu. Öyle mi yaptınız? Hayır. Şöyle var değildir. Biraz şimdi buran borgayımda. Bana da Ben de. borgayımda açıyor. Mesela ay 200 milyon ki ben. Üç yılda bunlar. Şimdi 2 yılda bir şey. Biraz da yamaldım ne kadar bakıyor. Şimdi kanat böreği var. Bir şey söylüyor. Alo, bir şey söylüyor. Vakti var kendine gitmedi. Yok, Yok. İçine kaldı mı bu? 6 ayla balık hani olur. onu sırf gelen ben dedi. Kazakistan gitti bana. Nereden kim? Hani o 6 ayla kim de mutanmıştır. Başlanmış. Kayıtta sevimler okutur. Ciddi bak o ne diyeceğim. Olman diyoruz ben. Yıllar bir nöbetlerim bulur o falan. Tıkta kamçılıklı etti. Bana bugün orada bana kamçılık etti. Bu şunu kim çıkarmadı. Şunu orada yemin sınıfı. Oradan ekmedi de. Oradan ekmedi. Bunun için adam okuş gerekti. Kim? Para var mı? Yok bu ilerine bir şey. Ya bu neydi buna falan da değil mi? Ulan Kasan bu. ne kadar sünni yazıladı gerçekten. Sünni yazıladı. Gazeteler. Bunu değil. Lore, buyurun. Зараз Федоровна конкретно это сразу birinchi Zarif Fedor'un 38 30'da yaklaştırdı. Zayrap'ta endi Yakubaga o'xshab bitta aytib turib qaytarib ertasiga boshqacha aytmaydi. Hammasi mana ko'chga nuqtasiga aytsan deb Tekshirib oladi tuzatib. Ha, keyin shuni olib borasiz. Qildiradi. Zayrapda haqiqatda qildiradi, lekin bunchalik cho'zib ketdi. Yoqub akaki haftalab ham kafedra Olib kelaman deb chiqib ketadi, yoqdagi. Biz kelaman. Ketadi, chiqib qidirib keladi. Ne bunlarda? Evet, bu kadar. Bir de devotlar ketken. Asosdan kim oldu? Az gelemem degan. Turkistonlikda. Ahvoldan reklam. O'tiraveradi. Qadam yinoqdan qolgan nomini. Hozir agar xuddi shunaqa shunday o'sha zamondagi desa hozirgi bobodar yeb qoladi. Oradan o'zaro qilib ketgan qushning nomini yeb o'tirib qishloqlar. Eng erta ketishi, oldi ketadi. O'zi hech bo'lmasa borku o'sha kotiblarga nima qilish kerak? Boshqa qilmasam chunki uning kotibisi og'irda. Totibga yarim stavka olib ko'rish. Boshqa berishdan raisga qilmasa ham, o'rinbosarga qilmasa ham, uning kotibga chunki raislar ham o'sha vaqtda ishlaydi chiqib ketadi. Ancak soracağım. Şöyle bekleyin. Bu da zor bulardı ki ona qilmasiga ham. Yoshda kiyim Ancak soracağım. hozir tilim boshqa nimalar degan joyga tashlab oladi. Boshqa degan joy bor. Zarif Fedor'un Antenna joyi. Kerzapa şov gitti. O'zi boyqatdan bu qatarda Kerzapa şov. Zarif Fedor'un shtabi ham yo'q. Ya, aslida asosiy birinchi asalom Zarif Fedor'un boshqarmasida. Ana требовательно. German so'shkura qaraydi. Shuni Amirabdan to'laganda Ya, Losaga chiqarib yuboradi-yu. Losaga chiqarmasa, Losani endi qayta olib boradi-yu. Losani birga odam berib, tanbeh beradi.
Ben bu kamçılığı görmezsem kamçılığı bari korkuyorum. Aşağıya gittiler. O'zining miyasini ko'rsatib bermaydi, to'g'rimi? Birdaniga u tortishib qoldi-da. Menga qilyapti, qaysi bir to'g'ri bu deydi. U anavi qanaqa yo'q, bo'ldi, sizga ko'rdik bo'lmaydi-da. O'zini Bunlar gidiyorlar. Eğer bazı dissertasyonlar ama kalmak gerekti. Ahırını kurtulmak oluyordu. Kamerayı takacak adamlar. Uzun kamera böyle. Ne, şu. Live dissertasyonlar değişiyor. 20 tane. Ben de aslında postalamak. Yok. zarif panikan, jurining qo'ydi. İstediğim olsun. Ben kopası 20 yıl aşık tuttu. Biz varken şu an. Ben 99 yıl varken. yıldan 30 yıl sonra sohbetlik yaparken. Biz adamımız hep şu işler. 28 yıl boyu. Sürekli işte. Şoförler zarif adamı var. Arkadaşlar sürekli işte. Mantıken diyorsun. Yok, silesyonu orada lafında laboratuvarist var. Yo. Silesyonu çoğunu teknikler koyuyorum. 5 yıl daha bulmak. Bilmem. Nima telefon Ben bir şey diyeceğim. Kim geldi? Usta soru mu? Bu birinci yıl var. endi u sizlardan oldin ketyapsan. Ben takıda barganda gözde barda zarif adam etti. Men aytayotgan u Ne dedi? Tamam dedi. Saklaşa bundan oldu bir dedim. Bir de barganda başında. Başında hayalinde. Uzlarda. Bitti o diyor. Hatta bizlerde yani ben hiç koymadım. Mesela sarsın konsol sablayın olsa Manakablar. Zamanında 99 yıl. Söylemek istiyorum. Bosman aka Bilgi yapmışsın. nimasini silyasini Bir bayan yıl bo'lgan. yapmadığımızda ki. Diğer seferden aldık. Size bari bugün. Dersler bugün zamandır. Spijevske'den robot üniversitede oldu. Şu degan Spijevski değil. Sana şöyle şey. Zarif adamı kaç yaş başlıyor? Bu şey iminde. Bu bizim qaysi bir laboratuvar çeşitliklerdi degan Spijevski'nin oldu da ölçümler. Çünkü ben barganımda Zarif hocamla bizden laboratuvarda oylik olardı. Varis Nikolay'ın oylik olardı. Sonra Ali Baş'a dakılardı degan işe şuydu. Deki Osman aka ishlar. O işledi. Spijevski. Ses prezidenti. Evet, Cemal Hakem gerekli. Ücretle fazla evet. Yok ben senin rahatın çok olmayan tamam. Hocaların çakılmıyor. Öyle. Biz okuyorlar. Birinci Mahmut Udaş'ın var orada. Udaş'ın laboratuvarı. Dene bir gelmişler. Bu da ilgiler şey. Bu da sınavlarda hançerden çıkarttı. Babamla beraber bu da yetiştirip uygulama yapıp sarıp yani kadar böyle değil mi? Ben kitap aktivi döneminde. Beş takmadı. Açık mı? Yok. Diplomun masa tayyor. Var ilgiler. Beş dakikalı. Nama geçip filmler geçip besir bol koyam ama bolum namaklar bırakmam bilmem ne zачем мне этой корочка İçinden dayo dışı bölgende hep böyle beni yaptı değil mi? Pilot Mihal Ekam Evgeniy Mikhailovich Женя. Boris Nikolaevich kendi
Nimaga tashib ketganda, keyin qolishga. O'zini shuncha degan tushungan. Bilimi zo'r. Ha, tasdiq. Nimasi zo'r lekin ответственность uchun nima Onlayn bo'ldi. Endi so'z navbatini hisob komissiyasi raisiga beriladi, marhamat. Assalomu alaykum. Hisob komissiyasi majlisining bayonnomasidan tanishib o'taman. DS 08/2025 27/12 qishloq xo'jaligi 0201 raqamli ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengashning 2026-yil 26-iyunda iyundagi soni bo'yicha saylangan komissiya tarkibi. Komissiya raisi Jamolxon aka Ahmedov, a'zolari Nasirbin aka Xalilov, Aman va Maqbul. Komissiya Rasulov Maratbek Boydullayevichga qishloq xo'jaligi fanlari falsafa doktori ilmiy darajasini olishda qo'yilgan dissertatsiyasi yuzasidan yashirin berilgan ovozni sanash uchun saylangan. Ilmiy kengash tarkibi 19 kishidan iborat etib tasdiqlangan. Ilmiy kengash tarkibiga hal qiluvchi ovoz huquqi bilan qo'shimcha ravishda kishi kiritilmagan. Shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 4 nafar fan doktor ishtirok etdi. Majlisda ilmiy kengash a'zolari 16 kishi, jumladan 6 kishi onlayn tarzda ishtirok etdi. Ovoz berish jarayonida 16 kishi ishtirok etdi. 10 ta byulleten tarqatildi. 6 ta onlayn ovoz berildi. 3 ta byulleten tarqatilmay qoldi. Qutichada 10 ta byulleten borligi aniqlandi. Ovoz berish natijalari. Rasulov Maratbek Boydullayevichga komissiya qishloq xo'jaligi fanlari falsafa doktori ilmiy darajasini berish bo'yicha quyidagicha ovoz berdi. Tarafdorlar 16 kishi 100%, qarshilar yo'q. Yaroqsiz deb topilgan byulletenlar yo'q. Hisob komissiyasining raisi Jamolxon aka Ahmedov, a'zolari Nasirbin aka Xalilov, Maqrat. Rahmat. Hisob komissiyasi bayonnomasida tasdiqlashimiz kerak. Tasdiqlab berishlar to'langan. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Bir ovozdan ma'qullandi. Yashirin ovoz berish natijalariga asosan Rasulov Maratbek Boydullayevichga qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini berilishi masalasi tasdiqlanganligi bilan tabriklaymiz. Sizni kelgusi ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Bugungi ikkala talabgorni ham ilmiy maslahatchi hamda ilmiy rahbariga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Kelgusi bo'lsa yetuk kadrlarni rivojlantirishda, shakllantirishda biz qo'shishingizga tilab qolamiz. Toshkent davlat agrar universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi doktor Abshayev Nursaidga 2025 27/12 qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha 02/01 raqamli kengashning qarorini o'qib eshitiraman. Toshkent davlat agrar universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi doktor Abshayev Nursaidga 2025 27/12 qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha 02/01 raqamli ilmiy kengashning bugungi rasmiy himoya va ovoz berish natijalariga ko'ra So'yamlik jahon genofondi asosida erta-pishar va hosildor yangi navini yaratish mavzusidagi 06/01/05 selektiv urug'chilik ixtisosligi da qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini Rasulov Maratbek Boydullayevichga berilishini Oliy attestatsiya O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi kengash qarorini tasdiqlab berishi so'ralsin. Hurmatli kengash a'zolari, taqdimot ishi yuzasidan tarqatilgan kengash xulosasi loyihasi mavjud. Buni ochiq ovoz berish yo'li bilan tasdiqlab olishimiz kerak bo'ladi. Kimda qanday fikrlar bor? Asosiy qabul qilinsin deganlar. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Kimda qanday fikrlar bor? Marhamat, baham. Hali savol ham berdim. Ixtiro patentining farqlanishi degan oxirgi betda. Ashuni aniqlab qilib, bu yerda nisbatan nazoratga nisbatan 378 boshqa deganlar bu yerda tushunarsiz bo'lib qolganda.
Bu yerda keltirilishi hech kim bo'ttirilgan deb qoladi. Buncha shubha qo'yg'atadi. Aniqlik kiritsin shu. Qolganlarni sekin nima Yana kimlar keladi? Bizda yozib berdim. Yozma ravishda berasizlar kimlar qanday taklif bo'lsa. Qo'shimchalar bo'ladi. Xulosani tasdiqlasak bo'ladimi? Marhamat, tasdiqlash so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Endi bugungi himoyaga taqdim etilgan taqdimotning tasnifiy belgilari tarqatilgan. O'qib eshitiraman buni. Birinchi, taqdimot natijalarining xususiyatlari. Biroz-bir. Tegishli fan sohasi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan masalalarni yangicha hal qilish. Ikkinchi, taqdimot natijalarining yangilik darajasi. 2 Natijalar yangi. Uchinchisi, taqdimot natijalarining taqdimot natijalarining qiymati. 2 yuqori. To'rtinchi, taqdimot mavzusining ilmiy tadqiqot ishlari rejalari bilan bog'liqligi. 4.2 mavzu tarmoq doirasi dasturiga Fanlar akademiyasining rejalariga tarmoqlararo ilmiy texnikali majmualar, tarmoqlararo davlat birlashmalari rejalariga yoki tashkilotning mavzular rejasiga kiradi. 5. Amaliy ahamiyatga molik taqdimot natijalaridan qay miqyosda foydalaniladi? 5.3 tarmoq miqyosida. 6. Amaliy ahamiyatga molik taqdimot natijalaridan keng foydalanish yuzasidan tavsiyalar. Keng foydalanish talab qilinadi. Rahmat. Endi yakunlovchi so'zni talabgor Rasulov Maratbek Baydullayevga beriladi. Mayli, kelajakda endi bundan ham yaxshi bir ilm fanga qo'shadigan savollar chiqaramiz, ishlar qilamiz. Rahmat, sizning kelgusi faoliyatingizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Hurmatli kengash a'zolari, shu tartibimizdagi ikkinchi masala ham yakunlandi. Bugungi yig'ilishni o'tkazish bo'yicha kimda qanday fikrlar bor? Yaxshi. Uchinchi masala yo'q. Ko'rgan masalalar oldik. Mendan bor.